Mana hozir Spark'imizni qilyapmiz. Galovka qilingan mana kollektor qotmagan, havo so'rayapti. Boshidan ochib boshqa joyda galovka qilingan, kollektor qotilmadi. Boshidan yechib endi qo'yamiz. Yo'q, kollektorni yechib. Mana ishimiz davom etyapti. Kimga shunaqa motor hadoyi xizmatda kerak bo'lsa, telefon qilib olasizlar, chiroyli qilib beramiz. Proklatga qo'ymoq. Mana havo so'rishining sababi shu kollektorga plakatga qo'yilmagan ekan. Yaxshi qotirmagan, o'shaning hisobiga havo so'rib, mana hozir shu orqasidagini yechib, qarasak plakatga qo'yilmagan ekan. Endi hozir uni plakatasini qo'yib, boshqatdan qo'yib qotirib beramiz. Holat. Mashina qaltirab qolgan edi. O'shaning hisobiga aybini topdik. Shu aybi shu orqasiga kollektorga plakatga qo'ymaganda havo so'rib, mashina qaltiragan ekan. Ish jarayonimiz ketyapti. Hozir plakatkani qo'yib, qotirib yig'ib beramiz hozir. Mana hozir plakatlarni qo'yib, mana joyiga qotiryapmiz kollektorni. Hozir qo'yib yig'gandan keyin bitta zavodga tekshirib beramiz. Mana hozir Spark'imiz tayyor bo'ldi. Yig'ib tayyor qilib berdik kollektorlarni. Orqasiga plakatlarni qo'yib, yig'ib chiroyli qilib berdik. Mana hozir zavodga tekshiramiz. Mana zavod bo'lishlari. Mana chiroyli bo'ldi. Egalariga topshiramiz mashinani. İşimiz bitti. Xudoga shukr. Mana holat.